Vay. Mana kutgandingizmi? Aynan siz bo'p kelib qoldi. Keling, men sizga bitta narsasini ko'rsatay. Mashina-ku o'zi bu samolyot desak ham bo'ladi. Buni qarang. Maxluq. Voy, turbina motor. Turbina. Matiz Bestga o'zi yurishi zo'r. Chunki bunda 4 ta klapan. Yana turbina qo'yib qo'yganlar-da. Buni qarang, haqiqatan ham haydadim-ku. Mashina bilmayman, agar bu mashina bilan bir poyga qo'ysa, broltlarni bemalol damini bersa kerak. Yana ham bilmayman. Allohu alam. Biskalalonni. Holatni holat. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best. Salon holatini. Xalq maza qilsin degan joyi, bagajni ochadigan joyini mana bu yerdan ochamiz. 4-paketli propan gazlar qo'yilgan Mers rul. Malibu barga o'xshash bar. Chexol, polik, pult, video registrator, magnitofon, Pioneer. Voy, diskachalar ham boshqacha. Narxini yakson qilib tasham. Haqiqatan hamda. Voy, Kenwood kolonkani originali ekan. 3 litr ham qo'yib qo'yganlar. Propan gaz tagida bu. O'zi best bo'ka boshqacha yuratdi. Hozir haydadim, haqiqatan ham bilmayman 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqyaptimi? 4 sekundda chiqyaptimi, bilmayman 5 sekundda chiqyaptimi? Narxini kelgan paytlar $4300 dedilar, lekin yo'q deb turib $3850 ko'ndirib qo'ydik. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Ekranga srochno like deb bosib, keyin bosib olsalaringiz bo'ladi. Sog' bo'linglar do'stlar.